Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizning 7 pirlaridan biri Hazrati Bahovaddin Naqshbandiga xush kelibsiz. Biz Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening, obod yurtim, ozod yurtim. Tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana hozirgi kunda bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizda 70 mamlakatlardan turizmni sohasini rivojlantirishga hozirgi paytda hurmatli prezidentimiz har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida xalqimiz bo'y bilsa, davlatimiz ham bo'y biladi. Mana bu bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizning 7 pirlaridan biri Hazrati Bahovaddin Naqshbandiga hozirgi kunda 70 mamlakatlarimizdan ziyoratchilar kelib, mehmonchilar kelib ziyorat qilib, xalqimizni duo qilib kelyaptilar. Biz Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening, obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Mana bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizning 7 pirlaridan biri Hazrati Bahovaddin Naqshbandiga xush kelibsiz. Biz Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening, obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev mana shu barcha O'zbekiston Respublikamizning barcha viloyatlarini gullar shahriga aylantiraylik deb bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizning 7 pirlaridan biri Hazrati Bahovaddin Naqshbandiga hozirgi kunda 70 mamlakatlardan mehmonlarimiz kelib, turizm sohasini rivojlantirish, mehmonxonalarni ko'paytiraylik. Mana ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizning 7 pirlaridan biri Hazrati Bahovaddin Naqshbandiga xush kelibsiz. Bu yerga nafaqat O'zbekistonimizdan, barcha mamlakatlardan Fransiya, Bolgariya, Latviya, Litva, Estoniya, Turkiya, Ozarbayjon, Dog'iston, Pokistonlardan kelib, mana shunday bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizning 7 pirlaridan biri Bahovaddin Naqshbandiga xush kelibsiz. Mana hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev aytganlaridek, bizdan obod va ozod vatan qolsin. O'zbekiston Respublikamizning barcha viloyatlarini mana shunday gullar shahriga aylantiraylik. Mana bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizning Hazrati Bahovaddin Naqshbandiga xush kelibsiz. Biz Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening, obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana shunday yurtga yashayotganimizga biz shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana bizdan obod va ozod vatan qolsin. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev hozirgi kunda ko'kalamzorlashtirish, yashil maydon, yashil belbog', barcha viloyatlarimizni, mana shunday yurtlarimizni gullar shahriga aylantiraylik deb bizdan obod va ozod vatan qolsin. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening, obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana bu ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizning 7 pirlaridan biri Hazrati Bahovaddin Naqshbandiga xush kelibsiz. Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening.